Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizda yaqindan uzoqdan kuzatgan dehqonlar, mirishkorlar mana bugun yozgi ekinni boshlab yubordik. Ertak ekinni. Mana hozir ko'chat tayyorlash boshlab yubordi mana. Bugun 23-iyun bo'lsa kerak, mana 20 kunlik go'sht qilib ekanmiz. Mana sinov uchun asosan mana Shvetsariyaning Syngenta firmasini Dafnis Zo'ragayev bilan Isroilda mana Zamera sort Hazira firmasini. Mana shu ikkalasini 6000 dona Hazira firmasida Zamera sortdi. Syngentani 7000 dona urg'un tashladik. Alloh xohlasa masal iyulning 20larida 15larida boshlab yuboramiz ekishni. Mana shu jarayonni kuzatib boradiganlar ko'rib boradi qanaqa ishlar qilishni, qanaqa agrotexnika, dori berish, ishlov berish, oziqlantirish, to'g'ri oziqlantirish, balansiy pitaniya hammasini kanalda bemalol yoritib o'tamiz. Mana shunaqa qilib hozir ekanmiz. Kassidagi 70 gektar kassidagi Xitoyniki Agrobalt torfda ekanmiz mana. Mana shu katakchalarga yarim santimetr oralig'ida tashlab kelinyapti urug'lari. O'zaro ko'rinmasligi mumkin, chunki quyosh juda ko'rsatinyapti mana. Mana shunaqa qilib ko'ryapmiz. Yozgi ekin mana shundan iborat bo'lyapti. Buni nasib bo'lsa, iyul 20larida bo'lsa 75 kunlik deyilgan kitobida pishish davri. O'shanga sentyabr oxiriga mo'ljal qilamiz pishish davrini. Hozir qiladigan ishimiz buning uchun ko'chat tayyorlashda kassani o'ziga urug'ni ekib ketamiz hozir. Hech qanday dori botirganimiz sabab o'zi ko'chatni o'zi emlangan bo'ladi kasallikka. Urug'ni unib chiqishni boshlagandan keyin boshlaymiz dorilashni. Bugun ham yakunni qilamiz. Kecha yarim qilgandik. Biz avvaldan kuzatganlar biladi, mana kechagi videomizda tashlab o'tganmiz mana. Kecha yarim qilingan. Bugun yarim qolyapti. Mana shu Dafnis Zo'ragayevni xarakteristikasini aytib o'tmoqman. Mana shu yoz oyida, kuz oyida mazaka virusi ko'p tushadi. O'shanga chidamli sort, eng yaxshi sort mana Dafnis bo'lyapti. Hozir ko'pchilik dehqonlarning tavsiyasiga binoan mana shu Dafnis tanladik. Mazaka bilan TLC virusi ko'proq tushadi. Endi avvalo Allohdan hammasi sababini qilamiz. Allohga tavakkal qilib ishlovni qilsak bo'ldi. Zamera sorti ham shunaqa mazaka virusi chidamli deb berilgan. TLC'ga ham qisman o'rtacha chidamli. Buni o'rtacha vazni 250-270 gram, Dafnisniki, Zameraniki 220-250 gramdan har bir donasi, o'rtacha bir kissada 220 gramdan boshlanadi bitta meva. Yana biz tanlaganimiz tarafi bu sortlarni kipriklari chiroyli chiqadi, tovarbopligi yuqori. Etinlar Rossiyaga eksport bo'lganda ham bemalol yurish kerak, qattiqligi yuqori. Kipriklari o'sha meva bo'g'inga chiqib keladi deyilgan. Mana bu Dafnis ekib ko'rilgan, Zamera ham ko'p sinovdan o'tilgan. Mana shularni xarakteristikasi shunaqa bularniki. Keyin torfni ko'rsatilmadi, mana torfda xarakteristikasi biz tanlaganimiz kalsiy ko'proq tanladik, sababi yoz oyida kalsiy nexvatga ko'p bo'ladi, o'zlashtirish. Pomidorda og'ir metal bo'ladi chunki. Hop, pH 5,5-6,5 gacha bo'lgan. Shu pomidorlar 5,5-6 ni yaxshi ko'radi, ko'proq kislini suvlarni. Shunda kalsiy bor, fosfori bor. Mana shu tanladik. Buni boshqa varianti ham bor edi, lekin u juda tushmasdi. Uni kalsiysi yo'q edi. Agrobaltniki. Ko'rinishi. Agar ekmoqchi bo'lganlar shuni tavsiya qilaman, shuni olishlarini. Neytral pH. Bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni va kanalga tashlab o'tamiz.
tushunmagan bo'lsa, kimki kommentariyada bemalol yozib qoldirsa, vaqt topganda javob berib o'tamiz.